Ha, bugun juda ham yaxshi kun bo'ldi. Nima deysizlar? Ko'p ish epladik. Ha, Venus nima ham derdim, juda ham ajoyib kun bo'ldi. Ha, juda ham ajoyib. Endi ertangi kunga nima qilishimizni o'ylab gaplashishimiz kerak. Da, to'g'ri. Aytgancha, konchi, qarayman-da, g'orda nimadir bormi deb o'ylab qoldim-da. Stop, eshik taqilyaptimi? Ovchi, ochvor ovchi. Hozir. Kim u? Yo. O'tinchi bu yerda nima qilyapsan? Iltimos, meni kirg'izing. Iltimos, meni kechir, seni yoningda juda ham yomon xijolatdaman. Nima? Meni kechiringlar, iltimos, boshqa yerda ishlashga och bo'lsang kerak, ya. Mana bularni ol, xavotir olma, biz seni kechiramiz. Venus, asosiysi sen kechira olasanmi? Albatta. Seni kechiramiz, boshingni ko'tarishing mumkin. Haqiqatdan hamma, shuncha ishimdan keyin Axir sen bilan do'st bo'lganmiz-ku. Rahmat senga, Venus kattakon. Ha. Arzimaydi o'tinchi. Endi biza bilansan. Xuddi shunday. Sizlar uchun jonimni berishga tayyorman. Juda ham ajoyib. Iltimos, meni kechir, yana bir bor. Voy, nimaga buncha kechirim so'raysan, ha? Axir biz do'st tutinganmiz dedim-ku. Rahmat senga. Arzimaydi. Bo'lmasa, bizning davramizga qo'shil. Qisqasi barchasi tushunarli degan umiddaman. Okey, bo'ldi. Biz ikkalamiz o'tinchi bilan g'orga tushamiz. Sen kichkina qo'ldan tekshirasan, shunaqami? Xuddi shunday, Vince. Bo'lmasa sizlarga omad, menga ham omad. Biz ketdik bu yerdan. Ketdik. Okey, bo'lmasa. Omad senga o'tinchi, faqat o'zingni ehtiyot qil. Okey, buncha xavotir olmasang-a. Bo'ldi-ki, yo'mayman, zo'may turibdi ekan. Qani sekinlik bilan. Okey, opa, yaxshi, juda ham ajoyib. Ehtiyot bo'l. Okey. Aytgancha qishloqda ham bunaqa mahluqlar ko'paydimi? Nima deysan, o'tinchi? Yo'q, qishloqda juda ham kam. Hatto qishloqda endi himoyachilar bor-ku. Politsiyachi. Aytgancha Jenurson. Nima? Politsiyachini anaqa mer ushlab olgan. Yo'q-ey? Asirlikda ushlab yuribdi. Jenurson. Endi nima bo'ladi? Xavotir olma. Uni qutqarib olamiz menimcha. Okey, lekin baribir agar u turgan joyda qanaqadir geolokatsiya tashlab olsa nima bo'ladi? Xavotir olma. Shaharda ham bunday mahluqlar bo'lishi mumkin. Yo'q, butun dunyoga tarqaganmikan? Balki, ammo hozircha faqat qishloqda. Yo'q, qishloqda bo'lishi aniq. Nimaga aytsang, chunki kecha menga o'tinchi bilan gaplashganimda, u 3 ta qirolicha bor degandi. Bo'lmasa tushamizmi? Xuddi shunday. Hozir fakilov olaydi ikkinchi qulimga. Okey. Davayda tushamiz. Yo'mayamti turishini qara. Jenurson. Okey, bo'lmasa tushamiz. Yo'mayo. Yaxshigina chuqurgina ekan-a. Ishqilib bu yerda qirolichasi bo'lmasin-da. Nimaga axir qirolicha qidirgani keldik-ku? U juda ham kuchli bo'ladi-da. Bitta tishlashda yo'q qilsa kerak bizni. Bo'lmasa, yur birinchi 10 tarafga sekinlik bilan tushamiz. Juda ham chuqurga o'xshatdi, ham suv ekan. Bo'lmasa kutib tur mana shu yerda. Men hozir o'zim tushib tekshirib kelaman. Okey, kutib o'tiraman shu yerda. Tushib ketdi. Yo'mayo. Qachon chiqadi endi Jenurson? O'tinchi. Jenurson, o'tinchi. Kelyapsanmi? Yo'mayo. Ovozi chiqmay qoldi Jenurson. Kelyapman. Bo'ldi, ketdik bo'lmasa. Tezroq chiq. Yo'mayo, oqimga qarshi suzish shunchalik qiyinki, Jenurson. Endi nima deysan? Axir bu g'or-ku. G'or unchalik chuqur emas, ammo suv ko'p ekan. Bu yaxshilikkan. Axir biz och qolmaymiz suv bo'lsa. To'g'ri aytasan lekin. Qani yurchi, bu yerda nima bor ekan? Yaxshigina joy ekan. Nimasini aytasan, ha? Yo'mayo. Bu yer ham shu ahvol Jenurson. Hozir men yopaman bu yerda. Okey. Opa, bo'ldi, yopdim. Juda ham yaxshi ish qilding. Yo'mayo, shunchalik katta joy-a? Bu yerda aniq qirolicha sig'gan bo'lishi kerak. Demak, bu g'orda qirolicha bo'lish ehtimoli bor. Yo'q-ey? Xuddi shunday.
Sen o'zi qayerdan bilasan? Bu tekkalar haqidagi kitob bor. O'sha kitobni o'qigandim. Ha. Bu yerda o'zi qanchadan beri borsan 4-chi? 20 yildan oshdi. Yo'q, yoshing nechida o'zi? 60 ga kirib qoldim. Nima? 60 yosh, buncha yosh ko'rinasan. Nima deysan endi? Jin ursin mahluqlarni. 4-chi, yo'ma-yo'q haqqa kirib ketding-ey. Jin ursin, haqqa kirib ketdi shekilli. Yo'ma-yo'q. Mayli, hozir pastga tushamiz va uni kutib o'tiramiz bolalar. Jin ursin, 4-chi qatlarda qolib yuribsan. Yo'ma-yo'q shuncha maxluq qo'layapti meni. Hozir meni ham qo'lashyapti-da, jin ursin, yo'ma-yo'q. Menga yordam bersang-chi? Bo'ldi, o'zim yordam beraman. Qani bu yoqqa kelchi. Men bu yerda umuman qop-qorong'i. Yo'ma-yo'q. Yo'ma-yo'q. Nima? Jin urs, yo'ma-yo'q. Yo'q, qaqqa ketasan 4-chi, jin urs. Nima bloklar qayerdan paydo bo'ldi? Yo'ma-yo'q. Salom berdik. Yo'ma-yo'q, men maxluqlarni jin ursin, kimsan sen? Yo'ma-yo'q. Nima? O'zingcha osonlikcha maxluqlarimni o'ldirib, bu yerga tinchlik olib kelaman deb o'yladingmi? Adashganingni ko'rib o'tiribsan. Nima? Bilib turibsanki men hukmdorman. Sen meni ishlarimga burningni suqqaning uchun o'limga mahkum bo'lishing kerak. Nima? O'limga, mutlaq o'limga. Yo'ma-yo'q, maxluqlarni yo'qot bu yoqdan, jin ursin. Seni hech qachon unutmayman. Venus.